Biz hozir turgan bino O'zbek Telekom aksiyadorlik kompaniyasining ma'muriy binosi sanaladi. Mana shu ma'muriy binoning har bir qavatlarida 3 tadan birlamchi yong'in o'chirish qalqonlari o'rnatilgan. Ya'ni mana bunday. Har bir yong'in o'chirish qalqonida, ichini ochib ko'rsataman sizlarga. Mana bunday OP5 turdagi birlamchi yong'in o'chirish vositalari hamda yong'in o'chirish yenglari mavjud. Birlamchi yong'in o'chirish vositalari kichik yong'in o'chog'ini bartaraf etish uchun xizmat qiladi. Birlamchi yong'in o'chirish vositasidan foydalanish juda oson. Buning uchun siz uni saqlagichini sug'urib olasiz va yong'in o'chog'iga to'g'ri yo'naltirgan holda muruvvatini bosasiz. Mana bu yong'in o'chirish qalqonida joylashgan, o'rnatilgan mana bu yong'in o'chirish yengi. 649-sonli qaror bilan belgilangan tartibda u doim ulangan, suv tizimiga ulangan va shay holatda bo'lishi shart. Har doim mana shu shay holatda bo'lishi shart. Hech qachon bu uzib qo'yilmaydi. Vaqti bilan buni almashtirib, boshqatdan o'rab yana ulanishi mumkin, lekin bu tegishli jurnallarda va bayonnomalarda qayd etilishi shart. Faqat shuni aytib o'tishni xohlardikki, mana bu yong'in o'chirish suv tizimidan elektr qurilmalarida alanga chiqqanda foydalanilmaydi. Demak, endigi o'rinda mana shu binoda favqulodda holatlarda, zilzilalarda, yong'in holatlarida qilinadigan xatti-harakatlar to'g'risida gapirib o'tamiz. Binoning har bir qavatlarida binoni favqulodda holatlarda tark etish bo'yicha evakuatsiya sxemalari o'rnatilgan. Mana bu evakuatsiya sxemalari korxona rahbari va ushbu tuman favqulodda vaziyatlar bo'limi bilan birgalikda kelishilgan holda ishlab chiqilgan. Va buni yonida o'zingizlar ko'rib turibsizlar, mana 3 ta tilda yong'in xavfsizligi bo'yicha eslatma yo'riqnomalari ilingan. Bu 3 ta tilda o'rnatilgan: o'zbek, rus va ingliz tillarida. Va buning tagida favqulodda holatlardan xabardor etish bo'yicha tegishli telefon raqamlari yozib o'tilgan. Favqulodda yong'in sodir bo'lgan holda mana bu qurilmani himoya oynachasini sindirgan holda knopkasi bosiladi va yong'in sodir bo'lganligi haqida xabardor qilinadi. Yong'in xavfsizligi qoidalari talablariga ko'ra har bir evakuatsiya yo'lakchalari mana bunday belgi bilan jihozlangan bo'lishi shart. Va mana shu belgi evakuatsiya yo'lagini qayerda ekanligini ko'rsatib bergan. Mana bu evakuatsiya chiqish eshigimiz. Marhamat. Va bu yerdan chiqqandan keyin mana bu eshikdan chiqib zinalar orqali evakuatsiya chiqish yo'lagiga chiqiladi. Agar ahamiyat bergan bo'lsangiz, binoning balkoni deymiz, mana shu balkoni tutun yig'ilmaydigan qilib konstruksiyalangan. Ya'ni favqulodda holatlarda, ayniqsa yong'in holatlarida binoda yig'ilgan odamlar tutundan dimiqish holatlari yuz bermaydi. Temir eshiklar o'rnatilgan va mana bu balkon havo almashinish bemalol amalga oshiriladi. Binoda yong'in sodir bo'lganda yong'indan darak beruvchi signalizatsiya tizimi ishga tushadi va hamma evakuatsiya yo'lagi orqali yo'nalishni boshlaydi. Lekin ba'zi inklyuziv holatlarda esa ko'rish yoritgichi ishga tushadi. Favqulodda holatlarda va yong'in chiqqan holatlarida mana bunday lift tizimlari ishlamaydi, to'xtatiladi. Evakuatsiya yo'lagi mana bu eshikdan amalga oshiriladi. Boya aytib o'tganimizdek, binoning mana bu qismida ham yong'in o'chirish qalqonlari o'rnatilgan. Buning ichida ham xuddi shunday birlamchi yong'in o'chirish vositalari bilan va pajani yenglar va o't o'chirish yenglari bilan jihozlangan. Mana bu qismdagi chiqish yo'lagi mana bu yerdan iborat. Chiqish tablosi ilingan, belgisi bor va evakuatsiya yo'li mana bundan boshlanadi. Korxona va tashkilotlarda, ish o'rinlarida yong'in xavfsizligini ta'minlash uchun juda ko'p talablar qo'yiladi. Qoidalarning talablari juda ko'p, lekin eng asosiylari quyidagilari. Ya'ni hech qachon texnik standartlar talablariga mos kelmaydigan elektr qurilmalardan foydalanish, ishlab turgan elektr qurilmalarini nazoratsiz qoldirish, xonalarda va hududlarda ochiq olovdan foydalanish hech qachon mumkin emas. Ayniqsa korxona tashkilotlarining bino va inshootlarning xonalarida, hududlarda va
chekishga ajratilgan alohida joylardan boshqa joylarda sigareta chekish, ochiq olovlardan foydalanish yoki bo'lmasam tez alangalanuvchi moddalarni saqlash. Bular hech qachon mumkin emas. Mana shularni to'g'ri bajarmaslik yong'in kelib chiqish xavfini kuchaytiradi.